Aka mana shu bitta butun bitta solib chiqarib ko'rsatib bering. Bittada hammasi. Aniq, ketdi. Mana ketdi. Tamam oldu ya. Ko'rdilar, necha sekund vaqt ketdi. O'zlaring ko'rib olasizlar. Aka, buni chiqarishini ko'rdilaring. Endi mana bizning ko'ring aka. Ketdi yuring. 220 ga zo'rlarida mana aka. Ha. Qo'lu quruq ketaveradi. Tanlamaydi hech narsa mana. Gap qarang mana. Mana ho'l. Suv ketyapti. Zo'r. Voy, eng qiyin ha bu. Sog'lom, baho. Ha, eng qiyin ha. Endi-chi? Endi mana ho'l chiqdi. Endi qurug'lar mana. Qurug'ini chiqaradi deganlarga. Setkali holatda. Setkali holatda. Qo'yib bor. Bu endi qo'yib olib ketyapti endi, xudo xolasa. Aha. Ketdi. Mana qurug'i, qattig'i. Qurug'ini ham qattig'i. Ketdi mana o'zi. Bu nima edi? Yer yong'oq. Yer yong'oq ketdi. Endi somonmi? Endi qo'yib bor. Ha, fahol setkasi bilan. Ha, setkaligida. Ha. Endi somon ketyapti. Endi somon boshlandi. Qo'llaring ko'raveringlar, realniy bo'lsa. Maydasi? Eng mayna. Ha, endi bu-chi bu? Bu qolib ketdi-yu. Bunimiz beda birasimiz. Aka fahol chiqargandan keyin hammasini chiqaradi. Chiqaradi. Xo'p, endi bundan keyingisi yana nima chiqarib beraylik? Sirasi bitta nimamiz bor. Universalligi isbotiga mana donlarga chiqarib ko'rsatib beramiz. Aha. Qani ketdi. Makka sota. Aha. Chiqarib berayo'q. Aka bu aparatimiz 220 larda eng zo'ri. Numeradini xudo xolasa. Qo'li quruq universal. Hamma narsani chiqarib beradi. Qaranglar, bunda tez-tezda qilayotganimiz sababi yana bitta ikkita narsamizni ko'rsatib beradi. Bu nima narsamiz? Endi bunimiz donni juda ko'p chiqaraman degan akalarni faqat don maydalaydi, yorma va kepak holatida. Ishlash jarayoni, ha? Bu yerda ham don, ikkovi ham don ko'rsatib beramiz. Bittasinimi yo ikkosinimi? Ikkalasi, bittasi yorma, bittasi kepak holatda turibdi. Gap yo'q, xo'p. Aka, hozir bu donni hamma turini yamlamasdan yutadi inshaalloh, xudo xolasa. Endi ko'ryapti. Endi qaranglar, endi bunga endi donni qayerdan olaman desa, endi donnikini ham ko'rsatib yuboraylik. Qaranglar, endi bu nima qilib beradi? Buni aytib bering. Bunimiz Makkani mardagini ajratib beradi mana shu. Mardagidan. Ya'ni qo'lda qiynalib yurmaydi. Qo'lda qiynalmaydi. Mana shu aparatni bitta olib qo'ysa aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Yurgizdi, ketdi. Boshladi. 220 ga ishlaydi. Ketdi.
Chiqarishini qaranglar, nihoyatda zo'r chiqyapti. Bexijolat, muammosiz. Bu o'sha Makkani Mardagidan ajratib bergan Makka sirt deganimiz aka. Endi akalar, qaylar, biz shoshildik. Yana unga bitta ikkitasi nima oldi demanglar. Biz shoshilganimiz yo'q. Sababi nimaga shoshildik? Videoda boshida bizga hammasidan birdaniga ko'rsatib ber degan akalarimiz bor edi. Shunga mana reallik ko'rsatib berdik. O'zi bemalol shoshilmasangiz, ana 100% chiqqan joylari ham bor. Chiqadi, 100%. Endi qarang, bu men oxirgi narsamiz qolib ketdi. Buni ichida ishtimamiz yo'q-ku, lekin nima o'zi bu? Mana shuni tushuntirib bersangiz. Bunimiz aka, hop, mol qo'yib bor, ko'p akalarimizga yem aralashtirib beradigan yem mishalkamiz. Yemlardan ana mana chiqqan yemlarimiz, nari Drabilkadan chiqqan yemlarda, hop, Makka sadidan chiqqan yemlarni soladi. Hammasini birdek aralashtirib beradi aka bu. Mayin qilib birdek aralashtirib beradi. Qo'ldan aralashtirish hojati yo'q aka. Bundan bitta olib qo'ysa, inshaalloh Xudo xolasa, ishi bitadi. Gap yo'q. Endi yemni pishirib beraman degan akalarimiz juda yangiliklarimiz bor aka. Yuring qani. Yo'q, bundan tashqari yana narsa bormi? Mana aka. Oh, mazza-ku. Bu nima qilib beradi? Bu atrobotkaga ekanmiz, bu tomonda ko'mirlik ekanmiz. Hovlichilarga. Yangilik atrobotkani hali mashinadan, katta mashinalardan ishlab chiqqan yog'larni yoqib beradi. Xudo xolasa bitta yongandan tutunlar umuman chiqmaydi va effekt juda zo'r mana. Yomon ekan-ku. Aka tekin gaz zapashdi. Ha, tekin gaz. Yonishini qaranglar buni. Mana tutun chiqqani yo'q umuman. Ha. Xudo xolasa O'zbekiston nomerali va eng arzon mana shu bo'ladi. Biz raketani samolyot o'tib ketdi, bag'i. Yonishini qarang, gazga o'xshaganyapti. Olmay gap yo'q. Hop. Yonishini qaranglar, kelar. Bu haliga 2 soat qaynatmas ekan, 15 minut qaynatib qo'yadi. 15-20 minutdagi Xudo xolasa bittada qaynatib qo'yadi. Xudo xolasa mana. Hop, narxlarni ham aytib qo'yaylik, mana shu yerdan boshlab ketaveramiz. Narxi necha pul bular komplektda? Hop, bunimizni komplektda ana shu atrobotga qo'yadigan. Shu yog' idishi bo'ladi. Keyin motorchik, regulyator va mana bu yonadigan qismi. Hop, dastavkasi shahar markazigacha narxi 750 ming so'm. Narxi 750 ming so'm. Ko'mirga yonadigan bor. Ko'mirligini narxi 1 million 100 ming so'm. Narxi 1 million 100 ming so'm. U ham komplekt, o'sha orqangizda ko'rib turgan hamma yo'g'imiz bilan. Mana shu komplektda bo'ladi ekan, xudo xolasa. Bu yonadigan narsalar, ko'mir bormi, tappi bormi, hammasi yoqib beradi. Bu shetda narx aytyapsizmi yo yetkazib berishi bilanmi? Yetkazib berishi shahar markazigacha. Shahar markazigacha. Bundan oldin ko'rsatgan mahsulotlarimiz Drabilka, yana qolgan mahsulotlarimizni olsak, aka uygacha yetib boradi xudo xolasa. Ha, xudo xolasa, billah. Xo'p, qozonlarchi mana nima? Qaynatadigan. Mana shuni tagiga ishlaydi aka, bu qozonimiz 250 litrdan boshlab ketaveradi. Tepasi 500 litr, 600 litr, 1 tonna ketaveradi xudo xolasa. Narxi 900 ming so'mdan boshlanadi. Gap yo'q. Endi bularni narxi 9 mingdan yuqorilashga ketaveradi. Bularni hammasini aytdik, narigilarni ko'rsatdik. Endi asosiy narsalarni, nima pechan qolib ketmasin shu vagonada. Yangiligimiz, pechkalarimiz mana aka eng arzonidan xudo xolasa va eng sifatli va eng yaxshisidan. Qizig'ini aytaymi? Boshqa yerda 1 million ekan, bularni hozir narxini eshitib turib, hayron qolasiz. Aytib bering o'zingiz. Aka, o'zimiz chetdan olib kelsa, mana shu kraskasining narxi 800 ming so'm qilib beramiz bu narxi. Dastavkasi bilan bo'lsa 900 ming so'm. Faqat shofyorimiz yo'ldan oladi. Agar uygacha borish kerak bo'lsa, ozgina qo'shiladi uni ustiga men aka. Zo'rku. 800 ming so'mdan eshityapsizlarmi? Uyingizgacha bo'lsa 900 ming so'm. Yo'q, shahar markazigacha 900 ming so'm. Uygacha bo'lsa endi shofyorlarimizni nomerlarini beramiz, o'zlari gaplashaveradi aka. Xudo xolasa, inshaalloh yetkazib beramiz. Xo'p, kraskaligi bor. Kraskaligini dastavkasi bilan 1 million so'm, chetdan olib kelsa bo'lish narxi 900 ming so'm qilib beramiz. Gap yo'q. Endi bu eng gapingizni bo'ldim aka. Shu eng yaxshisi va eng kattalashtirilgan hozirgi kunda. Trenddagisi. Eng trenddagisi, bizlar ham hamma yo'q yaxshisidan bo'lgan. Keyin qaranglar, yaxshilar hayot bo'ylar bularda hamma yo'q o'zlarida, lazer ham, gipki ham, svarka hamma yo'q o'zlaridaligi uchun tana tekis chiqyapti. Albatta aka, lazer xizmatlari ham bor o'zimizda. Va svarch egalarimiz bo'lsa yoki mana shu biznes qilaman deb turadi. Lazer apparatlar yo'q, lazer apparatlarimiz qimmat turadi aka. Shunaqasi yo'q akalarimizga bitta aloqaga chiqsa aka, xudo xolasa,
mana shu apparatlarimizni, mana shu pechkalarimizni Xom holati ham sotilaveradi aka. Tayyor, bukilgan, kesilgan, просто sorka qilib qo'ysa bo'ldi. O'zi qilib olsa bo'ldi. Undan ham bor aka, xudo xolasa. Endi mana uchi ularni aytib o'taylik. Mana shu yerda narxlar ketdi. Hammasini narxini aytib qo'yaveramiz. Joda kichkinasidan kattasidan va bir-ikki apparatlarimiz bor aka. Kichkinasi, jodini kichkinasi 600 ming so'm, kattasi 900 ming so'm, bir-ikki apparatimiz 250 ming so'm aka. Va, zo'r. Xohlasa, bularimiz dastavka shahar markazigacha. Bularni ham hisobga olib. Endi addeni uyimizgacha o'tsalar, addeni yo'l kiraga qo'shib berasizlar. Shuni ham hisobga olib berasizlar. Albatta. Endi kimdir shahardan 200 kilometr uzoqda yashashi mumkin-da, uni ham hisob yo'q, o'zim avval o'raman desa, shahargacha bemalol olib borib beraveradi. Yoki shaharda tanishim bor, chetga desa, o'sha berib qo'yamiz. Yo'l chiqqanda bo'laveradi. Bu narsamiz. Bunimiz, hop, donlarda aka ko'p chiqarib ko'rsatib berdim, yamlamasdan yutadi. 220 da, xudo xolasa, numeradini soatiga 600-700 kilo chiqaradi. 1 soatda? 1 soatda. Wow, zo'r. Yorma holati, mana bunday yorma holati. Un bo'lib ketadi. Mana kepak holatda aka. Dahshat. Hop. 4 kilovat 3 milliard 50 million narx dastavkasi bilan 4 million so'm. Misliga narxi 4,5 million so'm bo'lyapti. Xo'p, qarang, shu qatorida mana ularni ijtimoiy ko'rsatib bermaysiz. Bular necha pul? Shuni aytib o'taylik. Hop, drabilkalarimiz aka, bu tomonda mana 2,5 million, 3 million, 3 million bo'lib ketadi. Hop, mana shundan boshlaylik. Eng arzoni mana 2,5 million so'm dastavkasi bilan. Hop, bu kichirog'i bitta ikkita mol qo'yib barakalagi bo'ladi. Hop, donni ham, o'tlarni ham chiqarib beradi. Hop, ozgina o'sha motor kichirog'i, xudo xolasa hali hobbiga boqadiganlar juda zo'r bo'ladi aka bu. Dahshat, zo'r lekin. Hop. Endi bunisi bular, buni aytib o'taylik. Bunisi o'sha bizning eski variantimiz, og'iz kichkina, bo'lgi kali variantimiz. Narxi 3 kilovat 3 milliard 50 millionlik 3 million so'm bo'lyapti. Bu ham universal. Universal. Endi aka hozir universallarda ham universali eng trenddagisi. Eng trenddagisi va eng apparatlarda zo'ri va 220 numeradini full variantda aka. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Xo'p. Xudo xolasa, mana shu apparatlarimiz ishlatib ko'rsatib berdik. 3 kilovat 3 milliardning narxi 3 million 300 ming so'm. Hop. 4 kilovat 3 milliardning narxi 3 million 600 ming so'm. Shu mana shu ikkala aytganim. Advokatlar alyumin bo'ladi, past tuki ham, baland tuki ham juda zo'r ishlaydi aka. Faqat o'sha оборотida farqi bor, o'sha alyuminligida. Misdachi, misda nima farqi bor? Misligi bor, 3 million 800 ming so'm bo'ladi. Unimiz faqat baland tukka ishlaydi aka. Baland joy to'kli bor joylarga aytilaveradi. Albatta. Kimlardir to'klar haqiqatda baland, haqiqatda. Kimlarda to'k umuman past. O'shanaqa joylar pastlarga ham bunisi alyuminli olgan yaxshi. Endi aka biz o'zi O'zbekiston sharoitida juda ko'p to'k o'ynaydi. Hisobga hop, juda ko'p akalarimiz alyumin olyapti. Alyumin ham inshaalloh mana zo'r ishlayapti. Yaxshi ishlagani uchun mana xudo xolasa aka 5-6 yildan beri o'zimiz xijolatga yo'q qo'yib ishlatib berib kelyapmiz. Va aka o'zimiz pichoqlarini, hop, motorlarini inshaalloh o'zimiz olib kelamiz Xitoydan. Hop, birinchi qo'l ishonardi aka. O'shani hisobiga ham. Hop, agar ishonishmasa, o'zimiz Altemir kanalimiz kirsa aka, konteynerlarimiz kelgan, ishda furada kelgan, plombalarni buzib, ochib olganlarimizni ichib qo'yganman aka. Gap yo'q, Altemirga o'zlarining YouTube kanallariga kelsalar bo'laveradi. Endi bu 3 million 300 ming so'mligi bu O'zbekiston bo'yicha dastavkasi. Dastavkasidan olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz, keyin to'liq qilaveradi aka. Gap yo'q. Endi buchi mana apparatimiz, mana shu apparatimizga hop, makas deganimiz. Hop. Hop, bu makas deganimiz 220 ga ishlaydi aka. Mana chiqarishini ko'rdilaring, xudo xolasa bu tomonga doni, betga hop, mana bunday musori, tagiga, orqasiga makkani martaga sotasi tushadi aka. Narxi o'zimiz chetdagi narx 4,5 million so'm. Dastavkasiga masofaga qarab alohida kelishgan holatda qo'shiladi aka. Zo'r. Buni to'kli varianti ham bor va benzinli variantlari ham bor. Benzinli nimaga? Benzinlik to'ki vashi past joylarga, keyin dala joylarga yoki dalaning ichida birlar o'sha yerda o'zi donni o'zini sirtib olib kelaman degan akalarimiz bo'ladi. To'k bormagan joylar bo'ladi. To'k bormaydigan joylarga ham benzinligi ham bor. U necha pul, bu necha pul razitsiyasi? Bu 4,5 million to'kligi. Benzinligi 5,5 million so'm. 5,5 million so'm farqi bo'ladi. Nari taraf turibdi aka. Narigiz o'sha benzinligimi? Yuring ko'rsatib beraylik. Buruli. Mana, ya'ni benzinli varianti. Mayli, mana. Mana, motorchilar. Mana ochib men qo'yavering. Mana aka. Ko'rsatib bering. Upa-ko'pga holatda turibdi. Mana, benzinli motor qo'yilgan aka. Xohlovchilarga benzinli varianti ham bor inshaalloh. Gap yo'q, zo'r ketdi. Endi nimadir tushib ketdi, ayam ilashdi. Mayli. Xo'p, endi keyingisi yem aralashtiradigan apparatimiz asosiysi. Yem aralashtiradigan mishalkamiz aka. Bunimiz eng kichkinasi, o'sha 300 kilolik aka. 200 ga ishlaydi. Xonadonga yoki mini firmasi bor akalarimiz juda zo'r bo'lyapti. Qiynalmaydi yem aralashtirishga. Narxi o'zimiz chetdagi narx 6,5 million so'm. Dastavkasiga masofaga qarab alohida kelishgan holatda qo'shiladi aka.
Chunki bunimiz va makkasadaglarimiz gabaritning hisobiga ozgina dastavkasi. Bitta savol bering, favqulodda samyog'ni soldi, aralashtirishdan oldin. Aralashtirishni endi boshlagan svet o'chib qoldi. Nima bo'ladi? Uni boshqatdan olish kerakmi? O'chib qoldi aka. Hop. Svet o'chib qolgandan keyin ham mana knopkasini bitta o'chirib qo'yadi. Keyin kelgandan keyin ichida to'la mahsulot bilan bemalol yurib ketaveradi. Bitta ko'taradi. Bitta yursa yurib ketaveradi. Bo'ldi, zo'r, o'shani so'rab olgan yaxshi. Yurib ketaveradi aka. 220 ga yangi reduktor va yangi motorlar qo'yilgan. Asosiy joyi. Asosiy joylar. Xo'p, bu faqat dastavkasi kelishilgan asosda bu. Dastavkasi kelishgan asosda. Endi mana 380 larda aytib o'tsangiz. 380larimiz aka. Fermas bor akalarimizga o'tni ham, donni ham yamlamasdan yutadigan. Xudo xolasa. Bularimiz mana bunaqa kichkina 4 kilovatdan boshlab, mana bunaqa presslar butun soladigan 20 kilovatgacha tayyorlab beramiz. Hozir ana shunaqa tezlikda mana shu ham hammasi ishlaydi. Hammasi ishlaydi. Faqat bunga o'sha og'ziga siqqancha soladi, chiqaraveradi aka. Bunda bitta press shuni sovuraveradi. Bitta press butun soladi, chiqaraveradi. Bu fermerlarga asosiy, katta-katta ko'proq ob'yomda voqea hollarga. Albatta aka. Endi hozir bizda buni orasida aka, hop 20 kilovatligimiz bundan kattasi, hozir tayyor qolmadi, sotilib ketdi aka. Tayyor 4 ta 5 turadi, ularda sotilib ketdi. Hop 11 kilovat, 15 kilovatlarimiz bor. Ular ham sotilib ketdi aka, xudo xolasa. Hop, agar videolarni ko'rishmoqchi bo'lsa, alohida chiqsa o'zimiz tashib beramiz. Videolar bor. Bor, o'rnatilgani, nima qilingani, Narxlarimiz 4,5 million so'mdan boshlanib, eng kattasi 19,5 million so'mgacha bor. Ya'ni 3 fazalilar. 3 fazalilar. Faqat 380 ga ishlatiganlar. 380 ga ishlatganlar. Akalar ko'rdilaring, mana qo'limizdan kelgan zavodda o'zida turibmiz, mana ham yo'sha yerda ishlab chiqarish. Keyin yana bitta narsa qolib ketibdi-yu, oxirida bari so'rab o'taylik. Biz qo'shni davlatdanmiz, Qirg'iziston, Tojikiston, misol Qozog'iston, balki Rossiya, endi har xil hozir mana o'zbeklarimiz, men bilaman, Tvirda uylar, 1 gektarli uylar $7,000, $8,000 olishadi. 1 gektarli uylardi. Ya'ni kattalik uchun ana yerdan mol qo'yib boqishni boshladi. Ularga ham bittasi yo boshqa pochta orqali yo bo'lsa nimadandir chiqarib olsa bo'ladi. Albatta aka. Hop, Rossiyadan kelib aka mana bunaqa katta apparatlarimiz olib ketyapti. O'zlari kelib, bizlar olib ketyapti. O'zlari kelib ham yoki o'sha o'zlarining tanishlar yetkazib beryapmiz. O'shalar olib ketyapti. O'sha 220 dan yetkazib berdi aka, Rossiyaga ketdi. Ya'ni kechadan oldin kuni aka kelishdi. Mana bunaqa 220 lik drabilkamiz 3 million 300 ming so'mligimizni olib ketdi. Mana undan, aka buni nakladdan o'zimiz yozib beramiz. Chetga chiqish uchun nakladdan yozib berdik. Qirg'izistonga o'tadi, keyin Qirg'izistondan keyin hop Tataristonga o'tib ketar ekan aka. Tatariston shunaqa dedi aka, adashmasam. O'sha yerga o'tib ketamiz buni dedi. Zo'r. Iloji bor ular. Siz boshqa qo'shni davlatlar bemalol dastavka nimalar hamma yo'lda iloji bor. Endi Qirg'iziston va Tojikiston akalarimiz umuman o'ylanishmasa bo'ladi aka. Xudo xolasa u tomonda filiallarimiz bor inshaalloh. O'sha filiallaring bor. Inshaalloh. Malades, barakasini bersin. Akalar, ukalar qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdi. Agar xato, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Mana shu yerda o'zi mana sizlarga video qilish uchun ham kamida 20 minut o'sha vaqtimiz ketib qolyapti. Albatta yoqsa like, kommentariy yozib ketish ham esdan chiqmasin. Qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot beryapmiz. Yana gapingiz bo'laman. Oxirida shu firmasi bor akalarimizga yana 3 fazdan ko'rsatdik. Endi yem-michalkan kattasini so'raganlar borda aka. Ulardan sizga bitta ko'rsatib beraman. Yo'q, u necha tonnagacha u kattasi? Kattalar aka 600 kilodan boshlanib 1 tonna, 2 tonnagacha bor tayyorlar mana. 1-2 tonnagacha bo'ladimi? Bo'ladi aka. Bizda hozir dam olish, tinchlik. Mana. Aka assortiment kerak mana. Bu yerda zakazlari ham bor, ketadi mana. Yem-michalkalarda. Bu necha tonnaliklar hozir mana shu turishi? Hop, bu yerda 600 kilo, 700 kilo, 900, 1 tonnaliklar bor. Nari tomondan, kattalar. Eng kattasi mana. Mana shu necha tonnalik? Bu adashmasam 2 tonna bo'lsa kerak. 2 tonna bo'lsa kerak. Bu traktorga mo'ljallangan. Traktorga mo'ljallangan. Mana bu tomonda 3 fazaga mo'ljallangan yem-michalkalarimiz, xudo xolasa reduktorlar yangi, hop, mis motorlardan qo'yilgan, 380 ga ishlaydi. O'sha mana. Xudo xolasa hamma yo'g'i bexijolat. Kattaligiga ko'ra aka, xudo xolasa. O'zi ko'rib ko'ringlar. Haqiqatan nihoyatda katta o'zi assortimentdan ko'rib ko'rsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa birinchi qo'l, birinchi ishlab chiqarish, xudo xolasa 6-7 yildan beri va undan ko'pi bilan tajribalarimiz bor inshaalloh. Xudo xolasa muammo bas. Hali kichkina ishlab chiqarish, bitta sotib yo'qib qolmaymiz aka biz. Biz siz bilan doim ishlab kelyapmiz. Xudo xolasa hamma bilishadi aka. O'zi Altemir deysa inshaalloh biladi aka. Xudo xolasa. Hop, mana o'zimiz Altemir zavodimiz. Bitta ko'rsatib qo'yishingiz mumkin aka. Bo'ldi, mana o'zi ko'rib ko'ringlar. Bu yerda shunchaki gap emasda mana realniy ishxonadan ko'rsatyapmiz. Endi mabodo o'zim borib ko'zim bilan ko'radigan, ko'raman demoqchi bo'lganlar adresi qatbet o'zlaringizga. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvayda tumani. Hop,
bu tomon Andijon, bu tomon Toshkent. Andijon, Toshkent katta trassa. Buyuk Ipak yo'lida. Buyuk Ipak yo'lini bo'yida. Yoki Adan, Vohadan yoki Toshkentdan kelyapti akalarimiz bo'lsa, shunda tog'dan tushgandan keyin 30 kilometrdan bizga keladi. Xudo xolasa, o'sha Patadanga 30 kilometrdan keyin. 30 kilometrdan keladi. Gap yo'q. Akalar bo'yida Altemur deb katta yozib qo'yilgan. Ular lakasasini ham tashlab berilaveradi. Bemalol kelishlari mumkin. Albatta yoqqan bo'lsa like, kommentariya, o'z fikrlaringni yozib ketishim esdan chiqmasin. Va tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Mana xohlasalar olib sotinglarga qo'llaridan kelsa biznes qilinglar bo'laveradi va xohlasalar bunaqalarni olib mol qo'yib boqinglar. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib ketganlar, qo'y baraka. O'zlari ham boshida qo'y boqqanlar, to'g'risida. Shuning uchun qo'y haqiqatan ham rostdan ham baraka. Boqinglar, maza qilasizlar. Boshida bir yil qiyin bo'ladi, to'g'ri. Birer yildan keyin tushib olganingizdan keyin pul shunday kelishni boshlaydi. Albatta. Xullas boqish kerak. Xullas mana o'zim niyatim bor. Yaqinda shunaqa mo'ljallar qilib yuribman. Xudo xolasa jicha oz qoldi. Sizlardan olamiz. Xudo xolasa o'shalarni ham videolarni qo'yishni ham boshlaymiz. Xudo xolasa inshaalloh va kommentariyada duo qilib qo'yinglar. Biz ham olaylik. Inshaalloh sizlardaqa fermer bo'lib ketaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha deymiz.